Tayvandagi yuqori darajalik bir harbiy aql ombiri bo'lgan davlatlik mudofaa va bexatarlik tadqiqot instituti yig'ib olish lagerlarida tutib turilayotgan 10 minglagan Uyg'ur yoshining Xitoyning ichki qismlaridagi zavod va korxonalarda majburiy emgak silinish uchun yo'tkalganligi haqida bir doklad tayyorlandi. Dokladga asoslanganda virus sababli iqtisodiy zarbaga uchirgan Xitoy zavod va korxonalarning ishlab chiqarishini davomlashtirishiga ehtiyojli. Yig'ilish lagerlaridagi Uyg'urlar bo'lsa, bu Xitoyning chekinayotgan iqtisodiy va ishlab chiqarishni asliga keltirishdagi eng yaxshi arzon emgak kuchiga aylangan. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan va butun dunyoga tarqalgan Xitoy virusi keltirib chiqargan ziyonlar uchun Amerikada bir qism advokatlar Beijingga qarshi da'vo ochdi. 20 trillion dollar to'lam da'vosi ochgan advokatlar Xitoyning yuqum ahvolini yoshirib, butun dunyoga tarqalishiga sabab bo'lganligi uchun xalqaro sudga chiqarilishi va Amerikaga yetkazgan ziyonlarni to'lash kerakligini bildirdi. Qrim xabar agentligining bu vaqtdagi xabarda mundaq deyilgan: Amerikalik advokat Larry Kalayman boshchiligidagi bir guruh advokat va da'vogar Xitoyning virusining tarqalishidagi mas'uliyatni ustiga olish kerakligini va bu virusning faqat Amerikaga keltirgan ziyoni uchun 20 trillion dollar to'lam berish kerakligini talab qildi. Shikoyatnomada Xitoyning bir cho'ng qirg'inchilik olib berish uchun biologiyalik qurol sifatida bu virusni ishlab chiqarganligi va oshkorlanib ketgandan keyin mas'uliyatdan qochish uchun yo'chirishga uringanligi, xalqaro kelishimga asosan biologiyalik qurol ishlab chiqarishning cheklanganligi va insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanganligi ta'kidlangan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash, Yevropa ittifoqi va Turkiya boshchiligida butun dunyoning Xitoyga haq talab da'vosi etish kerakligini ta'kidlab mundaq dedi: Bu virusning boshqa davlatlarga, bo'libmi Yevropa ittifoqi davlatlariga keltirgan ziyonlar haqida nima uchun Xitoy hukumatiga da'vo etilmaydi? Xitoyning 2 oy bu virusni yo'shirishi va qasddan oldi dunyoga tarqalishiga sabab bo'lishiga doir dalil isbotlarni to'plab, Xitoyning dunyoga keltirgan ziyonlariga qarata to'lam talab qilish safarbarligi qo'zg'ash lozim. Xitoy taratqullari Wuhan virus kelib chiqqan Xubey o'lkasida 2 oy davomlashgan karantin muddatining oxirlashganligini, bu o'lkadagi hayotning normallashib, qurilish va sanoat sohalarida ishlab chiqarish boshlanganligini xabar qilgan edi. Lekin doiralarning bu vaqtdagi uqtirishdan necha kun o'tmayla Xubey bilan Jiangxi chegarasida cho'ng to'qinish yuz berdi. Ommaviy taratqulardagi rasm va videolarga asoslanganda Xubey ishchilarning 2 o'lka chegarasidagi Changjiang daryosi ko'rigidan o'tishga Jiangxi o'lkasidagi xalq va soqchilar qarshi turgan. Bu yerga alohida qism soqchilarni avatilgandan keyin cho'ng to'qinish yuz berib, nurg'un soqchi mashinalari o'rib o'tilgan. Ko'rikdan o'tmoqchi bo'lgan kishilar plakatlarni ko'tarib soqchilarga norozilik bildirgan. Natijada cho'ng isyon yuz bergan. Puxraj kiyingan soqchilar nurg'un kishining qo'llariga ko'yzi sepib ketgan. Egilinishcha Xitoy garchi Xubey o'lkasida yangi yuqumlang'uvchi bayqalmaganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin xalq buningga ishonmaganlikdan Xubeyliklarning o'z yurtlariga kelishiga yo'l qo'ymagan. Shuning bilan birga Sharq Turkiston va boshqa joylardami o'quvchilarning majburiy maktabga yig'ilinganligi, ota-onalari va o'qituvchilarning bu ahvoldan andish qilayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Amerika prezidenti Trump bilan Xitoy rahbari Shi Jinpingning telefon ko'rishmasida ikki davlatning Xitoy virusiga qarshi hamkorlik o'rnatish kerakligi ta'kidlanganligi bildirildi. Ko'rinishdan keyin Twitter hisobida uchur yo'llagan Trump Xitoyda nurg'un ishlar yuz berdi. Ular virusni bek yaxshi tushandi dedi va virusga hamkorlashib taqobil turdiganligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu haqda e'lon qilgan bayonotida ikki rahbarning telefon suhbatida ikki davlat munosabatini kuchaytirish uchun muhim qadamlarni bosganligini aytdi. İtaliyaning sobiq bosh ministri va hozirgi eng chong o'qituvchi partiyaning rahbari Matteo Salvini Xitoyning Wuhan virusi yuqumini yo'shirishga urinib, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini aytdi. Italiyada navbatda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni 80 mingdan oshib ketdi.
Sobiq bosh ministri Salvini ommaviy taratquv hisobida yo'llagan uchurda Xitoyning Dunyo səhiyyə tashkilotiga Wuhan virusini 3 hafta kechiktirib ma'lum qilganligini va amaliy ahvolni bildirmaganligini aytib, Xitoyni insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazish bilan aybladi. Salvini Xitoyning Italiyaga yordam berish orqali bu tanqidlarni burmoqchi bo'lganligini ta'kidladi.